o'qitsa ular bir kun mashina qulab chiqib ketib qaradan ichkarib turibdi-da. Mashinada ham o'qitdingmi? Bugun ham kech qoldi-da. Yo'q. Birinchi bo'lib chiqdi-ku u. Ani Salovatovich video tashlabdilar. Mana o'tinni qarang yig'ib qo'ygan. U anaqa o'zini nima kaminga sotarkan upakovka qilib qo'yibdi magazinga chiqsa. Nima degani oldin Oltin hovuz deganda. Sotganda shundan ketamizmi? Yo'li dabdala ekanligi yo'li.